Assalomu alaykum. Aziz kanalim obunachilari, bizni uzoqdan kuzatib borayotgan do'stlar, barchalaringga alangalik salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringga alangalik salom. Charchamay ishlayapsizlarmi? Do'stlar, mana hayit ayyomini ham o'tkazib oldik. Ramazon hayit ayyomini. Bahor faslini ko'rib turibsizlar do'stlar, manzarali nimalarni. Yani bodomlar gullargan, mana ko'rib turganingizdek teraklarimiz hammasi nimaga chiqargan. To'g'ri, maza yaxshimi? Charchamasdan. Ha do'stlar, ko'rib turganlaringdek bu Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi Nayman qishlog'imiz, ya'ni Nayman mahallasi. Gulzor ko'chasidan, o'zimiz yani mahallamizdan ozgina bo'lsa-da miyalaring dam oltirish uchun chiroyli bir video qo'yib boryapman do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek bu taraflar ya'ni ko'chamiz.